Vogue cholg'usiga necha chorak so'msiz? 10 pulga chiqib berilasiz. 33-xonaki, 34-xonaga kirasiz. O'zingiz dolsangiz o'ylab, suvsiz taxtada emas, siz o'zingiz qilgan bo'lasiz bu ishni. Shuning uchun tasodifiy o'ldirganga o'qishga keldik, Vogue cholg'usiga. Ismingiz nima? To'g'ri keldik. Yaxshi. O'rta maktabda necha sinfsiz? 4-sinf. Yaxshi. Elbek, o'zingiz bu cholg'u asbob haqida biron bir ma'lumot bilasizmi? Uylaringizda bormi shunaqa cholg'u asbobi? Bormi? Oldin ko'rganmisiz? O'rta maktabda sizlarga musiqa darsini o'tadilar. O'sha darsda ham sizlar demak o'sha cholg'uda ustozlaringiz chalib sizlarga ijrolar qilaverganlar. Shuni ko'rgansiz. Yaxshi, demak sizda ozmi ko'pmi ma'lumotlar bor. Bu cholg'u asbobimiz Qashqar rubobi deyiladi. Rubobning turlari ko'p. Afg'on rubobi, rubob prima, Qashqar rubobi. Hozir mana biz o'rganadigan cholg'u asbobimiz bu Qashqar rubobi deyiladi. Buni biz mediatorda ijro qilamiz. Hozir kichik sinflarda mediator bilan cholib o'rganamiz. Sizga bitta kichkina kuychamizni cholib beraman hozir. Yanama yorim kuyi. O'zi buni oldin eshitgan bo'lsangiz ham kerak. Bir marta ijro qilib beraman. Qani eshitib ko'ring. Sizga cholg'udagi cholgan asarimiz, cholg'uni jarangdorligi, ovozi yoqdimi sizga Elbek? Yoqdi. Demak, sizni musiqa maktabimizga o'qishga qabul qilishga olsak bo'ladi, qabul qilsak bo'ladi. Kutib qolamiz sizga Elbek. Ota-onangiz bilan birga yana kelasizlar. Xayr, boshqa. Mayli, sog' bo'ling.